Mashinasi metan gazda yuradigan O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. Metan zapravkalarga cheklov kiritildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistondagi metan zapravkalar faoliyati cheklanishi boshlanishi haqida xabar bergan edik. Ushbu cheklovning kunlik grafiki ma'lum qilindi. Unga ko'ra, Toshkent shahridagi 78 ta avtomobillarga gaz qo'ydirish kompressor shoxobchalari faoliyati tongi 6:00 dan kechki 23:00 gacha bo'ladi. Jamoat transportlarining uzluksiz harakatini ta'minlash maqsadida 21 ta gaz zapravkalari tungi vaqtda ham ish faoliyatini davom ettiradi va jamoat transportlari yoqilg'isi bilan ta'minlaydi. Andijon viloyatidagi 143 ta, Namangan viloyatidagi 134 ta, Xorazm viloyatidagi 94 ta gaz quyish shoxobchalari soat tongi 5:00 dan 17:00 gacha qilib belgilandi. Farg'ona viloyatidagi 173 ta, Sirdaryo viloyatidagi 53 ta va Qoraqalpog'iston Respublikasida 124 ta gaz quyish shoxobchalari 06:18:00 gacha oralig'ida bo'ladi. Navoiy viloyatidagi 51 ta va Buxoro viloyatidagi 95 ta zapravka tongi soat 6:00 dan kechki 19:00 gacha ishlaydi. Shu bilan birgalikda Surxondaryo viloyatidagi 106 ta gaz quyish shoxobchalari tongi soat 6:00 dan kechki soat 17:00 oralig'ida faoliyatini olib boradi. Bildirilishicha, bu zaruriy choralar vaqtincha bo'lib, gaz bosimini me'yorga keltirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Holat haqida qo'shimcha ma'lumotlar yana beriladi, deyiladi xabarda.